Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan turk oshxonasiga mansub bo'lgan Iskandar kebab tayyorlaymiz. Juda ham mazali va sochniy bo'lib chiqadi. Buning uchun bizga men nonini qilib oldim. Agar xohlasanglar oddiy liposhka nonni ishlatsa ham bo'ladi. Nimani qanchadan so'yganimni pastda описаниеda yozib qoldiraman. Ozgina sutga droji, shakar, tuz qo'shib, aralashtirib, ozginadan un qo'shib, shunaqa qo'lga yopishadigan xamir qilib tayyorlab oldim. Ustini strech bilan yopib, issiq joyga olib qo'yamiz 20-30 minutga. Bu orada chopper yoki мясорубкаdan piyoz, chesnok, pomidor, go'shtni yaxshilab chopper orqali maydalab olamiz. Ozgina ichiga qattiq kefir sovuramiz. Hamma narsani yaxshilab qo'shib qo'ygandan keyin chopperda maydalab, tapga ko'ra ziravorlarni qo'shib, go'shtni yaxshilab aralashtirib, 1-2 marta urib qo'shib pishitib olamiz. Juda ham suvli go'sht bo'ladi. Duxovkani qizitib qo'yib, go'shtimizni tayyorlab, pergamentli qog'ozga shunaqa go'sht solib, ustidan yana pergamentli qog'ozni qo'yib, uxlov yordamida tekis qilib uqalab olamiz. Chiroyli qilib. Tayyor bo'lgan go'shtlarimizni chiroyli rulet shaklida o'rab olamiz. Menda shunaqa ruletdan 2 ta chiqdi. Oldiga 3 ta 4 ta pomidor qo'shib, duxovkaga yarim soatga jo'natib olamiz. Orada xamirimiz ishib chiqadi. Uni shakli shunaqa qiziq emas. Chiroyli chiqishi shart emas, chunki ustiga baribir ezib qo'yamiz maydalab tarelkaning ustiga. Nonlarimizni sut bilan ustiga surib, sedadan sepib 20 minutga 180 gradusda duxovkaga jo'natib yuboramiz. Orada go'shtlarimiz pishib chiqdi, shunaqa ajratib olamiz. Xohlasanglar shu ko'rinishi o'zida yana duxovkaga 10 minutga qizartirish uchun tiqib olsa ham bo'ladi. Pomidorlarimizni ustidagi terisini olib, vilka yordamida ezamiz. Tapga ko'ra tuz ham qo'shamiz. Nonlarimizni kesib, videoda ko'ringandek terib olamiz. Ustiga kefir, suzma, xohlaganinglarni solsanglar bo'ladi. Men kefir turetskiy yogurtdan foydalandim. Birinchi kefir solib, ustidan qizib isitilgan go'shtni solib, tomatimizni ham sovib qolgan bo'lsa, yana isitib yuboramiz. Solib, ozgina saryog'i eritib, ustidan quyib olamiz. Xuddi turetskiy Iskandar kebabga o'xshab, zo'r mazali bo'lib chiqadi. Yoqimli ishtaha.